Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari va talabalar. Bugun sizlar bilan men Termiz davlat universiteti psixologiya kafedrasi katta o'qituvchisi, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Almardanova Salomat Bobonazarovna pedagogik psixologiya fanlarini o'qitish metodikasi fanidan o'qituvchilar jamoasida sog'lom psixologik muhitni yaratish mavzusini birgalikda o'rganib chiqamiz. Ushbu mavzumizda ko'ra bugun biz quyidagi rejalar bo'yicha ma'lumotlar ketma-ketligini asta-sekinlik bilan o'zlashtirishni boshlaymiz. Yosh davrlarning psixologik xususiyatlari haqida ma'lumot berish, o'qituvchilarda psixologik salomatlik, bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, sog'lom turmush tarzi va psixologik madaniyatni targ'ib qilish, psixologik treninglarni o'tkazish, xulosa va foydalangan adabiyotlar. Ushbu rejalarimiz asosida mavzumizga xos bo'lgan ma'lumotlarni ko'rib chiqishni boshlaymiz. Yosh davrlarda psixologik xususiyatlar haqida ma'lumot berish asnosida biz ontogenez yoki rivojlanish psixologiyasida, rivojlanish va pedagogik psixologiya fanlaridan juda ko'plab tadqiqotchi olimlar tomonidan insonning yosh davrlarini davrlashtirishlarini ko'rib chiqqanmiz. Erik Eriksonni aytishimiz mumkin yoki bo'lmasa o'zbek psixologlardan G'oziyevda inson yosh davrlarga bo'lib chiqish kabi juda ko'p bilimlarni sizlar o'qib o'rganib olgansiz va xuddi shunga ko'ra aynan insondagi bir kasb borki, bu o'qituvchilik. Mehnat va o'quv faoliyati davomida o'sha o'quv faoliyatining samaradorligi bo'lishi va shaxsning yoshiga oid psixologik xususiyatlari haqida ma'lumotlarga ega bo'lib borish pedagogik jamoada psixologik sog'lom muhitni yaratishda muhim va zarur shart-sharoitlardan biri bo'lib hisoblanadi. Ya'ni o'qituvchilik kasbi bilan shug'ullanayotgan odam o'zi dars olib borayotgan auditoriyada yoki o'zi ishlayotgan jamoadagi har bitta insonni yoshiga qarab ham ulardagi psixologik xususiyatlarni bilsa, ular bilan munosabatga kirishda, shaxslararo muloqotni yo'lga qo'yishda eng yaxshi usullarni tanlay bilishni amalga oshira oladi. Shaxsning yoshiga oid psixologik xususiyatlarni o'z vazifalarida qanchalik mas'uliyatli yondashishlarda namoyon bo'ladi va inson har bitta yosh davrini yashab o'tar ekan, ana shu yoshga xos bo'lgan barcha mas'uliyatni his qilish va o'ziga yuklatilgan vazifani astoydil, sidqi dildan bajarish kabi birgina xatti-harakatlarda uning ko'plab psixologik xususiyatlarini bilib olishimiz mumkin. O'qituvchilardagi individual psixologik xususiyatlarni aniqlab olish bu uchun ilk qadam bo'lib hisoblanadi va ulardagi qobiliyatlarni maqsadli hamda unumli foydalanish jamoa mehnatiga va muhitga ijobiy ta'sir ko'rsata oladi. O'qituvchilarning diqqat e'tiborini o'quv tarbiya jarayonini muvaffaqiyatli tashkil etish uchun ahillik va hamkorlikda faoliyat ko'rsatishga yo'naltirish maqsadga muvofiqdir. Ya'ni ko'plab o'qituvchilar orasida ustoz shogird tizimining yo'lga qo'yilishi, yangi ishga kelgan o'qituvchilar darslarni samarali olib borishda tajribali ustozlardan ko'plab narsalarni o'rganib olishlari muhim ahamiyatga ega. Chunki insonning diqqati shaxsning hissiy, aqliy yoki harakatlantiruvchi faolligi darajasini oshirilishini taqozo etganligi uchun ham inson bu uchun avvalo o'z ongini yo'naltirib olishi kerak. Agar o'qituvchilik bilan shug'ullanayotgan har bitta shaxs o'z ongini to'g'ri yo'naltira olsa, bu insondagi diqqat yoki hissiy yoki aqliy ko'rsatkichlar albatta samara uchun xizmat qiladi. O'qituvchilarning individual psixologik xususiyatlarini aniqlab olish, mana ekraningizda ko'rib turganingiz so'rovnomalar, metodikalar bilan amalga oshiriladi. Maktablarda ko'pincha o'qituvchilarni ruhiy holatlarini aniqlab olish uchun maktab psixologlari tomonidan yo'lga qo'yiladi yoki oliy ta'lim muassasasida ham psixolog vazifasini bajarayotgan xodimlar ushbu muassasalarda, tashkilotlarda ishlayotgan o'qituvchilarning individual psixologik xususiyatlari haqida ular ma'lumotlarga ega bo'lishi kerak. Keyingisi so'rovnoma va testlar. Bular o'qituvchi shaxs to'g'risida ma'lumotlar olish uchun eng yaxshi psixologik vositalar bo'lib hisoblanadi va psixodinamik xususiyatlar o'rganilishi kerak. Ya'ni aynan intro yoki ekstravertlik, bu degani temperamentlar, o'sha hissiyotning barqaror yoki beqaror ekanligi, o'qituvchi shaxsi xolerikmi, sangvinikmi, flegmatikmi yoki melanxolik tipiga oidmi va undagi hissiy barqarorlik darajasi qay tarzda ekanligi aniqlab olinishi kerak. Chunki mashaqqatli bu kasb bilan shug'ullanish uchun odatda
hissiy barqaror insonlar ko'proq tanlanib olinadi. Keyingisi bu Ayzenk shaxs so'rovnomasi metodikasi. Aynan o'qituvchi shaxsidagi hissiy barqarorlik, beqarorlik, introvertlik, ekstravertlik, ochiqlik yoki yopiqlik shkalalari mana shu metodika orqali aniq belgilab olish imkoniyatini beradi. Va pedagogik yo'nalganligini aniqlab olishimiz mumkin. Bunda Dubrovskayani metodikasi juda qo'l keladi va buni ishlatib, mana shu o'qituvchida pedagogik yo'nalganlik xususiyati bormi, buni bilib olish mumkin. Va empatiyani aniqlash so'rovnomalaridan foydalanish mumkin. O'qituvchida empatik qobiliyat bo'lishi kerak. U o'zi o'qitayotgan yoki o'zi ishlayotgan xodimlardagi hissiyotlarni his qilib, ularga hamdard bo'la olish qobiliyatini egallay bilishi kerak. Undan keyingi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa bu o'qituvchilardagi muloqotchanlik xususiyatlari. Chunki o'qituvchilik faoliyati aynan kommunikativlik va tashkilotchilik qobiliyatlari bilan juda bog'liq. Chunki o'qituvchi shaxsi o'zi o'rgangan ma'lumotlarni o'zi qanday tushungan bo'lsa, boshqalarga ham shunday tushuntira oladigan inson bo'lib hisoblanadi. Bu uchun unga muloqotchanlik, kommunikativlik va tashkilotchilik qobiliyatlari juda zarur. Va barcha so'rovnoma va testlarni psixologiya yo'nalishida o'sha o'qiydigan talabalarimizga juda ham aniq va ular buni ishlata olishadi. Va keyin o'qituvchilar jamoasiga albatta har doim rahbar xodimlar rahbarlik qilishadi va odatda o'qituvchilar jamoasini yanada ahil qilish uchun biz rahbarlar uchun alohida ishlab chiqilgan tavsiyalarga e'tibor berishimiz kerak. Rahbarlarga agar qo'l ostingizda ishlayotgan har bir xodim bilan do'stona va samimiy munosabatda bo'lish bu eng birinchi tavsiya. Keyingisi suhbatni kayfiyati va oilaviy sharoitidan so'rashni boshlash kerak. Chunki har qanday inson o'zida kechayotgan kayfiyat va oila a'zolarini so'rab boshlaganingizda unda iliq empatiyani hosil qilasiz va u yaxshi samimiy munosabatga kirisha oladi. Har qanday topshiriqni ularga tayinlayotgan paytda rahbar xodimlar ochiq chehra va jilmayish bilan murojaat qilish odatda ko'pincha samaraga olib keladi. Va haddan tashqari qattiqqo'llik va buyruqbozlik o'qituvchilar jamoasidagi jipslanishga to'sqinlik qilishini nazarda tutishimiz kerak. Va har qanday holatda ham rahbar xodim o'zidagi iroda kuchini boshqarishga odatlanib borishi kerak. Tajribasiz va yosh xodimlarni ko'pni ko'rgan tajribali odamlarga biriktirib, ustozlarga biriktirib qo'yish rahbarning eng asosiy xususiyatlaridan biri va buni biz tavsiya sifatida keltirib o'tdik. Chunki inson resursi dunyodagi eng qimmatbaho resurslardan biri hisoblanadi. Bitta yaxshi pedagogni vujudga kelishi uchun 25 yil va 30 yil vaqt sarflanadi va shuning uchun yosh kadrlarni ham ularni yaxshi pedagog kadr qilib tarbiyalab olish uchun ustozlarga biriktirib qo'yish maqsadga muvofiqdir. Va har bitta xodim bilan muomala qilayotganingizda va biror bir faoliyatini kuzatib turganimizda agar kamchilikni aniqlab qolsangiz, o'zingiz ham bir vaqtlar tajribasiz va malakali kadr bo'lmaganingizni eslab qo'ysangiz, o'shanda bu xodimni to'g'ri tushuna olishga ilk qadamni tashlagan bo'lasiz. Va xodimlarning ichki dunyosini, ruhiy dunyosini, ruhiyatini, chehrasini, yurish-turishini va gap ohangini bilishga harakat qilish jipis jamoani shakllantirishga xizmat qiladi. Keyingisi xodimlarni ruhan dam olishlari, ruhiy zo'riqishlarni yengillashtirish uchun ular ishlayotgan tashkilotlarda sharoitlar yaratilsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Va keyingisi sabr bardoshli va iltifotli bo'lish rahbar xodimlarga tavsiya qilinadi. Va bundan tashqari talab va nazoratni har doim o'z o'rnida, me'yorida qo'llashga odatlanish yaxshi. Bu xodimlar o'rtasidagi tartib intizomni keltirib chiqaradi va har doim xodimlarga faoliyatiga nisbatan eng obyektiv baho berishga, ularning kamchiligini, ishdagi yo'l qo'ygan kamchiliklarni shaxsiyatlariga ko'chirmaslikka odatlanish kerak. Chunki ishda yo'l qo'ygan kamchilikni shaxsiyat bilan bog'lab qabul qilib olish xodimga juda og'ir botadi va u ko'ngil qolish kabi hissiyotlarni boshdan kechiradi. Me'yor vaqt soat prinsipiga amal qilinishi kerak. Har doim belgilangan
yig'ilishlar o'z vaqtida bajarilishi va belgilangan soatlarda yakunlanish prinsipi jipis jamoani vujudga keltirishga xizmat qiladi. Va keyingisi, agar sizda xodimlar orasidagi psixologik bilimdonlikni yanada bilib olmoqchi bo'lsangiz, tashkilotda faoliyat ko'rsatayotgan psixolog bilan hamkorlikda doim ish olib borishingiz kerak. Va psixologik trening o'tkazishlar insonlar orasida va ayniqsa o'qituvchilar jamoasi orasida muhim ahamiyatga ega va eng ko'p ijobiy ta'sirga ega bo'lgan treninglar bu musiqa va ranglar jilosi orqali amalga oshiriladi. Chunki inson kayfiyati yillar davomida o'z aksini topib boradi va shuning bilan sokin musiqa yoki o'zi yoqtirgan kuy ohanglariga monand raqsga tushish kayfiyatni ko'taradi. Va agar ushbu darsimizni kuzatib turgan o'qituvchi ustozlarimiz bo'lsa, agar siz o'zingizda ruhiy siqilish holatini ko'rsangiz, birorta o'zingizga yoqqan musiqani qo'yib raqsga tushishingiz mumkin. Bundan tashqari sartaroshxonalarga, go'zallik salonlariga tashrif buyurib, ozgina o'zingizni tashqi qiyofangizga o'zgartirish kiritish ham sizdagi imijini o'zgartirish ham ayollarda ham erkak ustozlarda o'ziga bo'lgan ishonch hissini yanada balandlashiga sabab bo'ladi. Va psixologik treninglar o'tkazish orqali o'zingiz uchun bitta gul sotib olish yoki o'z tomorqangizda, hovlingizda birorta tozaliklarni olib kirish yoki aynan ko'zgu qarshisida turib o'zingizga biror yoqadigan she'rlarni o'qish ham sizdagi kayfiyatni ijobiy bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu xatti harakatlaringiz sizni o'z hayot qobig'ingizdan ozgina chiqib samarali faoliyat uchun o'zingizni tashqi ko'rinishingizni faoliyat ko'rsatayotgan o'qituvchiligingizga sozlab olishga xizmat qiladi va har kuni ertalab ko'zgu qarshisida turib avtotreninglar bilan shug'ullanishingiz miyada joylashib qolgan salbiy fikrlarni olib tashlashga yordam beradi. Ishga kelayotishdan oldin ko'zgu qarshisida turib, bugunim yaxshi o'tadi va samarali faoliyat bo'ladi, menda hech qanaqangi asabbuzarliklar bo'lmaydi kabi ta'kidlarni bersangiz yoki ko'zgu qarshisida turib chehrangizga jilmayishni joylab, men dunyodagi eng aqlli, eng go'zal ayol ustozman yoki eng jasur va fidoyi erkak ustozman yoki men juda baxtliman, hammadan omadliman kabi so'zlarni takrorlashingiz kulib turgan kayfiyat beruvchi smayllarni ko'zgularga yopishtirib yoki hikmatli so'zlarni qog'ozlarga yozib qo'yib uni qayta takrorlab o'qib olish sizga juda katta o'zingizdagi g'amlarni aritishga yordam beradi, betashvish insonga aylanishingizga yordam beradi. Va ishga ko'tarinki kayfiyat va uydagi muammolarni ko'tarib olib kelmaslik siz bilan birgalikda ishlayotgan insonlarga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi va agar siz o'zingizni jamoangizga yaxshi ta'sir ko'rsata olsangiz, demak bilingki, sizdagi olib borilayotgan muloqot mavzusi juda yaxshi amalga oshiriladi va bir-biri bilan hamkasblaringiz bilan yoki o'quvchi talabalaringiz bilan muloqot qilayotganda ularning fikriga xos tarzda fikrlarni bayon qila olasiz. Va aynan o'qituvchilar uchun ham tavsiyalar bor. Ishdan keyin o'zingizdagi ortiqcha asabiy holatni yengish uchun mana bu usullar haqida ozgina o'ylab ko'ring. Kitob terapiya bu eng yaxshi, o'zingizga yoqadigan eng sevimli badiiy kitobni mutolaa qiling. Gul terapiyasi, gullaringizni parvarish qiling, undagi qurigan shoxchalarni, barglarini olib tashlab, ularni barglarini yuvish zo'r, bu sizga kayfiyat beradi. Musiqa terapiyasi, sokinroq nisbatan musiqa eshiting va shu kabi terapiyalardan foydalaning. Va kechqurun vaqt topib, bugun ishingizda sodir bo'lgan yoki yo'l qo'ygan kamchiliklaringiz haqida tahlil qiling, lekin hech qachon yomon fikrga bormang, yomonliklar haqida o'ylamang. Tahlil qilganingizda yo'l qo'ygan kamchilikdan ijobiy tarafni topishga harakat qilib, kelgusida esa bu kamchilikni takrorlamaslikni o'zingizda ishonch tuyg'ularini mustahkamlab olishga xizmat qiling. Va odatda insonni o'zi ishlayotgan jamoasida sog'lom muhitga kiritib boradigan eng yaxshi so'zlar bular bizni o'zbek olimlarimiz sharq allomalarida juda ko'p
ibratli so'zlar bor. Masalan, Mavlono Rumiydan ushbu hikmatli so'zni keltirib olishimiz mumkin. O'zing bilgan va necha martalab o'tgan yo'lda ham adashasan. O'zingga kel, yurmagan yo'lingdan yolg'iz borma, yo'l ko'rsatuvchidan aslo yuz o'girma. Shuning uchun ham siz men bu faoliyatni bilaman, necha yildan buyon o'qituvchi bo'lib ishlayman degan narsadan ozgina yiroqlashib, sizga hali ham bu borada yo'l ko'rsatuvchi yo'lchingiz bo'lsa, ustozingiz bo'lsa, ularni fikriga quloq tutishingiz bu eng yaxshi tanlovingiz bo'lib amalga oshiriladi. Va hikmatli so'zlarimizni ko'plab uchratishimiz mumkin. Agar sizda bugungi mavzu yuzasidan savollar bo'lsa, ekraningizda ko'rib turgan manzilga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.